Erxanni chaqiramizmi usta? Nima uchun? Kelib o'z ko'zi bilan ko'rsin. Xotirjam bo'lsin. Baribir tog'ini qaytara olmaymiz, Ne'mat. Buni parcha-parcha qilsak xotirjam bo'laman. Muhimi bizni qo'limizga tushishi edi. Parcha-parcha qilsang ham, suyaklarni sindirsang ham o'tmishni o'zgartira olmaysiz. Men kelajakni o'ylayapman. Usta, bu odam gapirmaydi. Ana shunda parcha-parcha qilaman. Aslanbey studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Yaxshimisiz? Hujjatlar. Guvohnoma. Pullarni nima qilamiz? Qabrni qazitishga ishlatmaymiz, Ne'mat. Tog'a yordam beradigan ehtiyojmand oilalar bor. Bir fond tashkil qildi. Har oy berib turamiz. Tog'ani yo'qligini his qilishmasiz. Xo'p bo'ladi. Seni og'zingga pul tiqqanimda pulni deb bir-birlaringni o'ldirishlaring aniq edi. Tog'da yelkama-yelka turib jang qilgan odamlarning orasiga shaharda pul keladi. Bu qanaqa hayot bo'ldi, usta? Bu yerda yelkalarini tiraydigan qoyalar, ya'ni o'limga birga borgan do'stlarning yelkalari. Pul bor joyda tog' ham yo'q, do'st ham yo'q. Ming la'nat. Og'a, nima qilamiz? Oyog'ingni tormozdan ol, Nevzat. Shu tezlikda hayda. Vahima qilma. Og'a, yo bosib o'tamiz yoki qamoqqa tushamiz. Nevzat, bu mashinada qocholmaymiz. Tinchlan. O'ngga o'q, sekinla. Yavaşla Nevzat. To'xtama, sekinla. Yavaşla. Nima qilyapsan, Ne'mat? Og'a, bu itni o'ldiraman, endi qaytarib bermayman. Endi hech kimni bermaymiz, Ne'mat. Xursand bo'lma. Usta, askar kelyapti. Guvohnomasi kerak, Ne'mat. Nevzat, ish bilan ketayotganimizni ayt. Salom. İyi günler. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Hujjatingiz? Albatta. Guvohnomani beray, orqada odamlar. Seni ham orqadagilar ham pastga tushinglar. Bu xizmat mashinasi. Qanaqa xizmat? Maxsus xizmat. Guvohnomangni ko'rsat. Guvohnoma? Afandim, guvohnoma so'rashyapti. Boshdan nega aytmading, og'ayni? G'alati gaplar gapiryapsan. Ketaver. Devam et.
Og'a guvohnoma menda qola qolsin, kim biladi nima bo'lishini. Keyinchalik ham foyda istayib qolar. Ber Nevzat, buni guvohnomasidan hech kimga yaxshilik kelmaydi. Bu bundan keyin hech kimga foyda keltirmaydi. Ol, xotirjam bo'l. Hozir bu sizga yasholmaysiz. O'zaro otishmada Bedir bilan Farruxni o'lgani aniqlandi. Farrux'un öldüğü tespit edildi efendim. Palachi, Palani izini topolmadik. Rastlanamadı efendim. Voqea joyidan shu guruhning ishini olib boradigan Rifki Kerestichining ham jasadi topildi. Guruhga berish maqsadida pul olib chiqqani ham tergovning birinchi natijasi. Rifkining haydovchisi yo'qolgan. Pala bularni o'ldirib, pullarni olib qochganmi? Aniq bir ma'lumot yo'q efendim. Bu voqeaga oldi-berdi masalasidagi yo'nalish o'lgan shaxslarning kimligi bilan bog'liq ma'lumotlarning matbuotga chiqishini xohladim. Bu haqda politsiyani ham ogohlantirdilar. O bo'ladi efendim. Palani nima qilamiz? Bir yol izleyelim. Bedir bu ishni eplolmadi. Shu atrofda bo'lsa kelib bizni topadi. Bo'lmasa uni topishimiz qiyin bo'ladi. Kirve bilan uchrashuv tashkil qilinglar. Xo'p bo'ladi efendim. Bu rasmni surishtiringlar. Maxsus hujjatlar tayyorlanglar. Yur, yur. Og'ani yoniga boramizmi? Bir o'zi tergov qilar ekan. Nimaga qiziqyapsan, Abdulhay? Qiziqishdan emas, uni ko'rishni xohladim. Bo'lmayotganda ko'ramiz. Qanday ish olib seni ko'rishga rozi bo'lishdi, hali ham aqlim yetmayapti-da. Nega qarab turibsan? Bu yerda sen bilan hamkorlik qilamiz. Men senga o'xshab hamkorlikda ish qilmayman. Savollarimga qancha tez javob bersang, shuncha tez o'lasan. Bu yerdan qutulish imkonining yo'qligini ikkalamiz ham bilamiz. Jasadimdan boshqa senga beradigan narsam yo'q. Jigaring bilan oshqozonning orasiga shunaqangi pichoq tiqamanki, soatlab baqirasan. O'ldir deb yolvorasan. Buni o'zing ham tushungandirsan. Aslan Akbeyni nega o'ldirding? O'ldirishni xohlaganim uchun o'ldirdim. Qanchaga o'ldirding? Men pulga odam o'ldirmayman. Diplomatdagilar nafaqa pulingmi? Pul uchun odam o'ldirasan, odam olib qochasan, bola olib qochasan, vahima uyg'otasan. Har qanday razillikni qilasan. Menga qara, guvohnomang davlatniki. Mafiyaga kirgansan, meni aldama. Aslanni odamimsan? Shunaqaman. Gapir. Aslan Akbeyni o'ldirish buyrug'ini kim berdi? Meni so'roq qilmasdan Aslanni so'roq qilsang bo'lardi. U vatan xoini edi. Men uni otdim. Vazifamni bajardim. Vatanga qanday xiyonat qildi? Mardsan, ammo soddasan. Aslanga juda ishonibsan. Biz ham ishongandik. Shuning uchun bu yerda shu ahvoldamiz. Bo'lmasa 30 ming kishining qotilini o'ldirish uchun belimizda granatalar bilan, qurollar bilan bizni Suriyaga karnay surnay bilan yuborgan davlat hozir bu yerga o'tirg'izarmidi? Buraya oturtturur muydu şimdi? Yuborib nima bo'ldi? Ortga qayta olmadi. Davlatga sharmanda qildi. Ammo davlat seni baribir tushgan chuquringdan qutqardi. Suriyadan olib keldi. Meni Suriyaga davlat yubordi. Xoinga qarshi suiqasd uyushtirgan kim edi? Veren kimdi? O'sha kuni uyda nega yo'q edi? Biz bir kunda pul savdoisi bo'ldik, bir kunda pulga siqindikmi? Mamlakat savdosidan kimlar, qaysi siyosatchilar bizni uzoqlashtirdi?
qanday qilib davlat odamiga o'q otadigan ahvolga tushdik? Bularga aslan nima aloqasi bor? Bundan keyin kimga nega o'q otganingni so'ramaysan. Sorgulamazsın. Faqatgina buyruq olasan. Bu xoin borib otasan deyishadi. Men Arslonni, Qoplonni tanimayman. Bizga Istanbulga borasan deyishdi, yo'lga chiqdik. Kimni o'ldiramiz deb shunchaki so'ragandik. Katta bir ishbilarmonni o'ldirasizlar deyishdi. Aslan hammasidan keyin chiqdi. O'sha ishbilarmon kim edi? Kim ekanini bilmayman. Ma'lumotlarni shu yerda berishlari kerak edi. Bu ishni boshqasiga berib bizga Aslan berishdi. Kimga berishdi? Havale ettiler. Kim o'sha Kim o guruh? ekip? Qayerda? Nerede? Sen kimni guruhidansan Po'lat Alamda? Xusrav og'ani nega o'ldirding? Öldürdün? Uni men o'ldirmadim. Kim o'ldirdi? Kim öldürdü? Buni Kirve biladi, men emas. Kirviya kim? Ve kim? Meni bu yerga yuborgan. Sen bularni nima qilasan? Bor, qimorxona och, kazino ishlat. 3-4 tanga haqingni olda ishingni qil. Sen kimsan, u davlat kishi kim? Men davlatman. Men ham senga o'xshab gapirardim. Sen hech ham mendek gapirmagansan. Ko'kragimdan otishgan bo'laylik. Xavotir olma. Jasadingni hech kim ko'rmaydi. Tergov tugadi, Abdulhay. Yigitlarga ayt, jasadni olib kelishsin. Peki Xo'p, nima qilamiz afandim? Mehmet Qoraxonligi ma'lumotlarini aytasizmi? Meniki hali ma'lumot emas, Esat. Qanoat. Uni oyoqqa turg'izishning ma'nosi yo'q. Yana men bu ma'lumotni unga aytib evaziga nima olaman? Aslanbey, agar siz aytganingizdek davlatni ham bizni ham aldagan bo'lsa, bu ma'lumotlarni Qoraxonlik bilan bo'lishish oliy manfaatlarga zid afandim. Mana shuning uchun hamma narsani aniqlaymiz. Aniqlab nimani berib, nimani bermaslikni bilamiz. Vermeyeceğimizi de bilelim. Bu Alijondanni hamma narsasini aniqlaysan. Kim emas, qayerlarda katta bo'lgan, qayerlarda vazifa olgan, Görev almış. qanday o'lgan, o'lmagan bo'lsa qabriga kimni jasadi ko'milgan, o'lmagan va hali ham vazifada bo'lsa qayerda? Nerede? Aslan bizga yuborgan xatida buni nega yozmagan? Bunu niye yazmamış? Alijondan Qoraxonlikning o'g'li bo'lsa, hamma narsasi sir qoladi. Ikkinchi raqamdagini ham surishtir esa. Zulfi Yüksel. U bolani ham shahid ketdi. Ammo men buning to'g'ri yoki yolg'onligini qayerdan bilaman? Surishtir. Xo'p. Ishonmayman. Ish qilib biz xato qilgan bo'laylik. Men Aslanga otalik qildim. Uni bizga qilganini qara.
Nizomiddin bey rasmni olmayman, qayerdan topaman demadi. Bu ishlarga kirmaslik kerak dedi. Bu erkaklarning ko'p bilishlari jonga tegdi. O'zicha bir narsalarni o'ylab topishadi. Rasm kimniki ekanligini bilmaymiz, uchinchi odam kim bilmaymiz. Bu ishlarga kirmanglar emish. Shunchaki gaplar. U mamlakatning eng katta huquqshunosi. Dordan odam qaytaradi. U davr o'tib ketdi. Qatl bekor qilindi. Qo'lidan kelsa qabrdan qaytarsin. Mana biz qildik-ku. Hamma ham noqonuniy holda qilishi mumkin, Elif. Itlar ham suyaklarni topishadi-ku. Hikmat og'a eshitsa jahlidan o'ladi. Unga kavlatdik. Katta qabrni. Elif, seni razvedkachilaringdan bir narsa chiqadimi? Bu odam oddiy kiprlik fuqaro bo'lmasa chiqadi. Nega chiqmasin? Ular bilmay kim bilardi? Muhim odam bo'lsa aytishadimi? Muhim kim bo'lishi mumkin? Elif, yaxshilab qaramadik. Rasmdagi sherigi bo'lmasin? Yo'q, menimcha u rasmni olgan. Kerak bo'lsa, undan ham so'rayman. Meni eng yaxshi tushunadiganlardan biri u. Avariyada farzandidan ayrilgan. Bu ayolni uyiga kirishlaring juda yomon ish bo'pti, Hikmat. Uniki yomon emas, bizniki yomonmi? Bolalar qiziqishgan, nima qilishsin? Bunaqa narsa bo'lmaydi, xonim. Qiziqishgan bo'lishsa bordir. O'g'ridek odamlarning uyiga kirib, Oling. shaxsiy narsalarni olish qaysi axloqqa to'g'ri keladi? Xudo haqqi, Umar ota, qanaqa axloq? Hamma bizni aldayapti. Bu ayol aslanni tanimayman deyapti. 1969-yilda rasmga tushgan. Sabohat xonim nega yolg'on gapiribdi, bey? Vazifasi bo'lsa yolg'on gapiradi albatta. Nega haqiqatni aytsin? Biz unga ishongandik, qattiq ishongandik. Bizga farzandimiz haqidagi haqiqatni aytishsa, biz hammaga jar solmaymiz-ku. O'g'li vazifada bo'lgan bir qancha ota-ona bor. Rasmning ortida boshqa biror narsa yozilganmi? Yo'q, Umar ota. 1969-yil Gerneda yozilgan. Aslan amaki, Kiprdanmikin? Eren, hammasi chalkash endi. Beriladigan savol shu. Aslan amaki va Sabohat hamda bu uchinchi kishi o'sha yillarda Kiprda nima qilishgan? Agar bular razvedkachi bo'lsa, nega rasmga tushishgan? Razvedkachi emasliklarini ko'rsatish uchun tushishgandir, bolam. Bu nima deganingiz, Umar ota? 1960-yillarda Kipr Gaya hududi kabi edi. Greklar bu hudud bizniki deb turklarni haydar, jinoyat qilishardi. Turkiya u yerga askar yubora olmasdi. Bosh bo'lgach, Kipr ustida bizni bayroqlarimiz hilpiradi. Ammo bu ularni qo'rqita olmadi. Turkiya o'shandan keyin Kiprlik turklarni qurolli to'qnashuvlar uchun qo'llay boshladi. Yashirincha turk muvaqqat tashkilotini tashkil qildi. Kim tashkil qildi? Ba'zi turk mansabdorlari vazifasidan ozod qilinganday ko'rinib, Kiprda o'qituvchilik, domlalik, imomlik qila boshlashdi. Odamlar ko'zidagi vazifalari shu edi. Aslida Kiprda turklarga quroldan dars berar, ularni birlashtirishardi. Xullas, ular istiqlol urushidan keyin Kiprni yana harakatga keltirishdi. Turk muvaqqat tashkiloti tufayli hududdagi turklar yengil nafas ola boshlashdi. Aslan bey ham o'sha yillarda Kiprda ishlagan menimcha. Sabohat xonim ham shu ishda bo'lsa, Aslan bey bilan aloqalarini greklarga isbotlash uchun shunday rasmga tushgan. Bizni Aslan amaki bilan tushgan rasmimiz yo'q. Menimcha rasmga tushishni yoqtirmasdi. Menga qara bolam. Rasm hamma narsani ko'rsatadi, nega yoqtirsin? Eliflar kelishdimi? Umar ota, Aslan amaki sizga Kipr haqida hech narsa aytmaganmi? Uni qildik, buni qildik deb Aytarmidi bolam? Vazifadaligini men bilardim. Xayrli kech Nazifa xonim. Xayrli kech Sabohat xonim. Tinchlikmi? Sizga shikoyat qilishga keldim. Marhamat, ichkariga kiring. Balki bizni ham sizga aytadiganlarimiz bordir.
Tog'ani qonini yerda qoldirmadik Erxon. Huzur ichida uxlasin. Koshki men ham yoningizda bo'lsam-edi deyman, Po'lat tog'a. Ammo bu yaxshiroq bo'pti. Tog'am oxirgi so'zida operatsiyalarga qatnashishimni ham taqiqlagandilar. Memati. Ertaga peshin namozi paytida tog'ani kuzatamiz. Eski do'stlariga, qarindoshlariga, yaqinlariga, hamma bilganlarga xabar beringlar. Xo'p, og'a. Qahvaxonam bilan gaplashdim. Odamga to'lib ketibdi. Men oyimga xabar bermadim, Po'lat tog'a. U bu yerga keladi, xafa bo'ladi. Asta sekin tushuntir Erxon. Televizorda eshitsa yanada yomon bo'ladi. Qishloqqa qo'ng'iroq qildim. Uzatgichlarni buzdirdim. Bir hafta yangiliklarni ko'rish olmaydi. Qolgan odamlarni jasadlarini tashlab ketib yaxshi qilmadik, og'a. Olishga holimiz bormidi, Abdulhay? Og'a, biz bu odamlarni o'ldirganimizni eshitishsa, ortimizdan tushadiganlar ko'p bo'ladi. Mafiya o'tmishni gapirmaydi, Memati. Oddiy mushtumzo'rlik tugadi. Oxirgisi ertaga janoza vaqtida ketadi. Yana meni tergov qilmoqchimisizlar? Meni uyimga bostirib kirishga nima haqqingiz bor? Nimalar deyapsiz, Sabohat xonim? Qizlar sizdan odamga o'xshab so'rashgandi. Siz esa hech narsani bilmayman, tanimayman debsiz. Sizni qilganingiz gunoh emas, bu qizlarning ishi gunohmi? Nima aytmasligimni sizlar belgilay olmaysizlar. Siz belirleyemezsiniz. Umar efendi, qaysi gunohim uchun bu yoshlar meni haqorat qilishyapti? Bana hakaret ediyorlar. Gap haqorat haqida ketmayapti. Maslan amakini tanimasdingiz-ku. Unaqada bu rasmdagi kim? Rasmimni qaytarib beringlar. Politsiyaga aytmayman. Lekin boshqa yuzingizga ham qaramayman. Razvedkachi bo'la turib politsiyaga borib Aslan Akbey bilan tushgan rasmim bor deysizmi? Qo'rqib ketdik-ku. Sabohat xonim, sizni ham farzandingiz yo'q. Nega o'zingiz asrab olmadingiz? Hamma bolalar meniki. Nima demoqchiligingizni tushuna olmadim. Sizga o'xshagan bir nechta oilalarni baxtiyor qilish uchun vositachilik qilganman. Bu menga ma'naviy taskin berdi. Kimning omonatini bizga berdingiz? Gapni aylantirmang. Rasmni beringlar, men ketay. Hech qayoqqa ketmaysiz. Nazifa xonim. Siz aralashmang. Men sizlarga Alini berdim, baxtiyor qildim. Endi Alini kim ekanini, qayerdan kelganini bilib nima qilasizlar? Bizni baxtiyor qilishni istar ekansiz. Qizlarim bolamni iziga tushish uchun bir savol berishibdi. Shunga javob berganingizda, haqiqatni aytganingizda sizga ishonardim. Size inanırdım. Nazifa xonim, hammani o'ziga yarasha yashirin sirlari bo'ladi. Hakikatleri var. Ali balki tirikdir. Va siz unga yetishishimiz uchun 35 yil oldingi sirlar ortiga yashirinib, to'sqinlik qilyapsiz. Shundaymi? Öyle mi? Iltimos rasmimni qaytarib beringlar. Bu yerda boshqa qolishni istamayman. Yur, senga rasmingni beraman. Qo'yib yuboring. Rasm so'ramayotganmiding? Bu yerda rasming. Xudo haqqi, to'xta. Mana, ol rasming. Men bolamni qabr toshini o'pmasdan uxlolmayman. Ertalab bolamni tushimda ko'rmasdan uyg'onmayman. Qanaqa haqiqat, qanaqa rasm? Yuragim chatoq, qo'yib yuboring. Sizni yuragingiz yo'q. Siz davlat vazifa topshirgach, yuragingizni omonat qoldirasiz. Afsus. Ming afsus. Bu olamda doqsiz narigi dunyoga ketgan odam yo'q. Yana kafanni bir tomoniga qon tekkan. Alloh Seyfulla ukamni qabrini nurga to'ldirsin. Amin. Rahmat. U meni ozodlikka chiqishimga qanchalik sababchi bo'lgan bo'lsa, biz ham uning ketishiga shuncha sababchi bo'ldik. Sen qanday xun egasi bo'lsang, intiqomini olish bizni ham qarzimiz. Ont ichaman.
o'sha palani ham, uni ustimizga yuborganlarni ham tirik qo'ymaymiz. Men bo'ynimga tushganini qildim. Yo'q qildingmi? Tog'ang qabriga kirmasdan o'sha ko'zoynaklini otdingmi, Jon Po'lat? Ko'mdim. Onang tirikmi yo'qmi bilmayman, ammo Jon Po'lat senga bergan sutini halollabdi. Barakalla. Ofarin Jon Po'lat. Sendek do'sti borga o'lim azob emas. Xusrav og'ani Kirve degan qarindoshi bor ekan. Yaxshi taniyman. Kim bu Kirve? Anqarada obro'li bir odam. Nüfuslu bir adamdır. Obro'yi bor, har joyda gapini eshittiradi. Sözünü dinletir. Xusrovni og'a bo'lishiga sababchi Kirve bo'ladi. Kirvedir. Kirve borligi uchun Xusrovni moli tutilmas, topilmasdi, to'xtatilmasdi. Tinchlikmi? Palani Istanbulga Kirve yuboribdi. Kirve Istanbulda ish qilmasdi. Bu yerdagi ishlarni Xusrov og'a yuritardi. Bu safar shunday bo'ldi. Kirve xavfli odam. Xusrovni merosini hech kimga yedirmaydigan darajada qahrli. Bir tomondan qarasang, Qoraxonlining meni qochirishining asl sababi Kirvedir. Kirvedir. Unga faqat men qarshi chiqa olaman deb o'ylaydi. Kirve ruslar tomonidami? U hech kim tomonida bo'lmaydi. Foydasi bo'lsa, ularni o'z tomoniga tortadi. Qutulganingizdan keyin siz bilan aloqaga chiqdimi? Kutdim, qo'ng'iroq qiladimi deb, ammo jim. Uni ovozini eshitishga o'lib turganim yo'q. Jon Po'lat. Seyfullohni oxirgi yo'lga kuzatishga bora olmayman. Hamma o'sha yerda bo'ladi. Ukamga mendan salom ayt. Omon bo'ling. Halol Ibrohimni endi biz bilan bo'lish ehtimoli yo'q. Dushmanligini aniq bildirdi. Narkotik masalasini bo'sh qoldira olmaymiz. Biz mana shu oyog'imiz bilan ham hech narsani bo'sh qo'ymaganmiz. Moskva bahonalarni eshitmaydi. Narkotik ishiga katta e'tibor qaratishyapti. Yevropadagi aloqalar yo'lga qo'yilgan, va'dalar berilgan, so'zlar olingan. Men sizga Xalodan ham kattasi bilan ishlashni taklif qilaman. Faqat unga va'dalar berishimiz kerak. Kim? Kirve. Xusrov bilan ishlay olmadik. Oramizga qo'shilish uchun Kirvega nima va'da beramiz? Kirve Xusrov og'ani biz o'ldirmaganimizni biladi. Xaloni uni o'rnini egallash uchun qochirishganini ham biladi. Qasos olishni xohlagan odamga imkon eng katta va'dadir. Mehmet. Qiz. Bilaman Nargis. Safiya seni oyoqqa turg'izdi, hammamizni tiriltirdi. Mehmet. Safiya. Pastda, qilichni yonida. Safiya. Juda oz qoldi, Nargis. Kundan kunga tuzalayapsan. Safiya oshxonagacha yolg'iz o'zing borganingni aytganida ishonmadim. Duyduğuma inanamadım. Shunday bo'lishini kimdir aytganida aslo ishonmagan bo'lardim.
Aslo. Xato qilibman, Nargiz. Seni Safiyadan ajratib, sendan umidimni uzib xato qilibman. Mehmet. Efe keladi. Endi bunga ishonaman. Butun vujudim bilan ishonaman. Keladi Nargiz. Efe keladi. Hamma narsani uning uchun qildim. Keladi va bu o'lkani boshqaradi. Hamma narsani u boshqaradi. Nimaga qarayapsan? Chandiqqa. Nega plastik operatsiya qildirmaysiz? Nega kulyapsiz? Plastik operatsiya qildirish hech ham hayolimga kelmagan ekan. Plastik operatsiyalar oson ish bo'lib qoldi. Chandiqni qo'ying, odamlarning yuzlarini o'zgartirishyapti. Bu yerda plastik operatsiyalar bo'yicha Ajle Pekkan yaxshi mutaxassis. Ertaga so'rab ko'raman. Tavsiya qiladigan yaxshiroq jarrohi bormikan? Men hazillashadigan narsa aytmadim. Bezovta bo'layotganingiz uchun plastik operatsiya qildiring deyapman. Siz uchun. Bezovta bo'lmayman. Qarashlarimdan bezovta bo'ldingiz. Qiziqish bilan qaraganing uchun. Bu chandiq nimadan qolgan? Mana shundan bezovta bo'laman. Afsuski buni tuzatadigan birorta ham operatsiya yo'q. Biror yumush bo'lmasa men xonamga chiqsam bo'ladimi, afandim? Hurmatli qoraxonlar hali pastga tushmadi. Oshxonada kuting. Sen boraver, Kiray. Dadam biror nima so'rasalar o'zim beraman. Men kuta qolaman. Bechorani charchagani ko'rinib turibdi. Dadam shu payti nima so'rardilar? Sofiya, bu o'lkada oraliq masofani saqlamasang bo'lmaydi. Ismlar oynada ko'ringanidan yaqinroqdir va albatta kelib uriladi. Gelip çarparlar. U odam, jism emas. Yuzimga bir jism bilan chandiq qoldirishgan. Ammo u odamni qo'lida edi. Kichik xonim. Necha yil qoldi? Nimaga? Bu olamda qancha qolasan? 17 dekabrda tugaydi. 17 dekabr? Yevropa ittifoqi kun belgiladi-ku. Mafiya yo'q qilinyapti. O'qimadingmi? O'zingga yoqmadimi, darrov hazilga burasan, shundaymi? Men bir marta o'ldim. Boshqa o'lmayman, Elif. Aslo o'lma. Ayniqsa shu kunlarda o'lma. Yaxshi, bir sanani ayt. Shunga qarab o'zimni tayyorlayman. Po'lat. Bo'ldi. Men bir ish qildim. Aslida aytmoqchi emasdim, ammo Nima qilding? Sabohat xonim bor-ku. Xo'sh, Biz bu yerdaligimizda, keyin tog'ani yoniga ketayotganimizda, Hikmat og'alar Sabohat xonimni uyiga kirishibdi. qanaqasi kirishlar? Yashirin kirishibdi. Bu ayol uydan chiqishi bilan uyni tutib chiqishibdi. Bu ayolning uyida nima bor, Elif?
Aslan amaki bilan Alining munosabatlariga oid bir narsa topish uchun bitta rasm topishibdi. Aslan amaki, Sabohat xonim va yana bittasi. 69-yilda Girneda olingan ekan. O'ylab ko'rgina. Alini Umar ota bilan Nazifa onaga bergan ayol Aslan amaki bilan Kiprda. Rasm qayerda? Aslida shuni aytmasligim kerak edi. Ammo chidolmadim. Biz rasmdagi 3-odam kim deb qiziqdik. Uni topsak balki kalavani uchini toparmiz deb o'yladik. Rasmni maxsus xizmat odamlariga olib bordim. Nima qildim deding? Eshitding? 35 yil oldingi rasm. 3-kishining kimligini ulardan boshqa kim ham topardi? Ehtiyot shart rasmni ko'paytirdik. Topishga yordam berar deb Jonon bir nusxasini Nizomiddin beyga berdi. Nizomiddin kim? To'g'ri, sen xabaring yo'q. Biz ishdan ketganimizdan keyin Jonon Nizomiddin Guvenchni ofisida ish boshladi. Uflama, Po'lat. Qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Menga quloq solmaydigan bo'lsang, kelib maslahat so'rama. Senga olib kelganimda qayerga olib borarding? Hech qayerga olib bormasdim, Elif. Hamma senga to'g'risini aytishiga ishonasan. Shuncha yolg'on ichida yashaganingni aytsang ham, soddalarcha hali ham umid qilib yuribsan. U odamlar faqatgina o'zlariga foydasi bor ishlarni gapirishadi. Senga foydasi tegadiganlarni emas. Bilmasam, aldanish ham odat bo'lib qoldi shekilli. Boshqa nusxasi bormi rasmni? Hikmat og'ida bor. U bilan uchrashishim kerak. Xudo hammamizni rasmimizni shu devorga osadigan jiyanlardan nasib qilsin. Men sizga loyiq bo'la olmadim. Xudo rahmat qilsin. Ko'p odamlarga foydasi tegardi. Xudo rahmatiga olsin. 3 kun ro'za tutaymi? 2 tomchi qurbon qoni oqizaymi? Nima qilay bilmayman. Tog'am menga ushbu ahvolda qasam ichtirdi. Qanaqa qasam? Vasiyatim dedi. Bu yerlardan ketasan dedi. Bu vasiyatni bajarmasliging mumkin emas, Erxon. Sen ham menga pichoq tiq, Abdulhay, barakalla. Men sizlardan ajralishni istamayapman. Sen bo'lsang ket deyapsan. Men aytmadim. Tog'a aytdi. Tortishib o'tiramizmi? Sabr tilayman. Rahmat. Xudo sabr bersin. Hammamizga. Sog' bo'linglar. Hamdardmiz. Joyini tor qilgan bo'lsam ketaman, Abdul. Sen o'z joyingni tor qilgansan. Bu ahvolga qanday tushding? Seni ham tog'ing o'lsin ko'ramiz derdim-u, ammo Xudo baribir bunday azob bermasin. Sen buni og'aga qanday aytasan, Erxon? Jo'natib yuborish aniq. Men ham shuning uchun sizlar bilan maslahatlashyapman. Po'lat og'a ko'z yoshlarimga ham qarab o'tirmaydi. Tog'am aytdi deb shartda jo'natib yuboradi. Men sizlardan ishlardan ajralishni istamayman. Erxon, go'yo bizdan emas, boshqasidan ajralishni istamayotgandaysan. Agar bir daqiqa xayolimdan gulumsar o'tgan bo'lsa, eng pastkash, tarbiyasiz odam bo'lay. Xudoga shukr. Birinchi ta'ziya bildirgan u bo'ldi. Sabr tilayman. Rahmat. Xudo sabr bersin. Sog' bo'ling. Rahmat. Gulumsar qanday ta'ziya bildirdi? Mehmati og'a, hech bo'lmasa siz bunday demang. Bo'ldi, siqilmanglar. Tog'am tuproqqa qo'yilsinlar, bosh olib ketaman. Gulumsar ham, boshqalar ham sizlarga qoladi. Men endi umuman baxtli bo'lmayman. Bo'ldi, ta'ziyadamiz. Ta'ziyadaysiz. Hal qilamiz. Men unga emas, tog'amga yig'layapman. Ko'zingiz orqada qolmasin, tog'a.
qancha sinmagan yong'oq bo'lsa, shu jiyaningizni hovuchida qoldi. Kim bo'lishi deb o'ylaysan, Hikmat? Dadamdan boshqa hamma bo'lishi mumkin. Aslida bunga ham unchalik amin emasman. Seningcha qaysi biri sevgilisi? Qoyil. Men ham uni o'ynashi deb aytdim. Qaysi ayol 35 yillik rasmni saqlab qo'yadi? Onasimi, singlisimi? Yo'q, faqat sevgilisi. Saboqat xonim aslida sevgilisi bo'lsa, bu tabiiy. Hammani oyoqqa turg'izdinglar. Sevgiling 69-yilda Kiprda, 79-yilda Istanbulda yetimxonada. Orada boshqa sevgi ham bor, Po'lat. Bu ayol JXT a'zosi ham deylik. Nima bo'ladi? Nimani isbotlaydi? Elif Alini yetimxonaga aslan olib kelgan deyapti. Aslan olib kelganmi yoki masjid oldidan topishganmi? Nima farqi bor? Umar ota 50 yildan beri masjidga kirib chiqadi. Bir kun bola topdimi? Topolmay borib yetimxonadan olgan. Ishni chalkashtirma. Bu ayol Aslanni tanimayman degandi. Tanishi ma'lum bo'ldi. Uchinchi odamdan bir narsa chiqmasligini Xudo biladi. Sen buni qo'y. Kiprda aloqalaring bormi? Shuni ayt. 35 yillik rasmni surishtiradigan aloqalarim yo'q, Hikmat. Ming afsus. Ta'ziyang bor, meni ko'p gapirtirma. Bir kun kelib shu rasm tufayli qiyomat bo'ladi. Buni bilasan. Jimjitlik uzoq cho'zildi, birodar. Po'lat uni vorisingiz deb tayinlaganingizni aytdi, dada. Shu to'g'rimi? Men hali o'lmadim, Nesrin. Qanaqa voris? Meni Po'lat bilan muammoyim yo'q. Hozir oilamizni ishlarini faqat u boshqarishi mumkin. Lekin bu qaroringizni bilishga haqqim bor edi. Mana bilibsan, Nesrin. Ishlaringizni boshqarishda meni ham haqqim bo'lishini istayman. Qizim, necha yoshdasan? 37 da. 37 yildan beri qizimsan. Bu olamda ayollarning faqatgina uy anjomlarida haqqi bo'ladi. Buni bilmasmiding? 37 yilda kundan kunga qaridingiz, dada. Bizlarga ko'p narsa qoldiryapsiz. Ammo ertaga siz o'lganingizda men uyda o'tirib nima qilishni bilmaydigan ayol bo'lib qolishni istamayman. Aqling yetmaydigan narsalarni istayotganingga qaraganda hali ham ayolsan. Na meni va na Po'latni oyog'iga bir ayolni chalkashiga yo'l qo'ymayman. Siz meni kichik qizingiz bilan adashtiryapsiz, dada. Hamma narsani rasvo qilyapti. Endi qaridi deyishganini sababini endi tushundim. Nesrin! Sen ham janozada qatnashishni istayman, Qilich. Yaxshi. Nega bunchalik qadrlab qolding? Endi Po'latni o'rni aniq bo'lishini istayman. Ruslar Po'latni o'z saflariga qo'shishni istashadi. U kimga tegishli ekanini ko'rishsin. Janozaga Ziyo qatnashadi. Tunjay ham. Bizni yetarlicha bildirishadi. Po'latni o'rnini ko'rsatgan bo'lishadi. Meni ko'rsatishmaydi. Xusurovni janozasiga qatnashmasdan bu yerda qatnashish e'tiborni tortadi. Men kimni e'tiborini tortishiga qiziqyapman. Nega kirveni oldinga tortishni xohlayapsan? Chetda qolib ketdi Qilich. Nega u bilan kelishishni istaysan? Sen Xusrovni kirvedan xabarsiz isyon qildi deb o'ylayapsanmi? Rasmdagi shaxsni aniqladik, efendim.
Bu mavzuga oid ma'lumotlar shu papkada. Bu shaxs juda muhim odam bo'lgani uchun hujjatlarni maxfiy tutdim. Kim ekan? Bu hujjat butunlay maxfiy qoladi. Xo'p bo'ladi afandim. Shu paytda qayoqqa ketyapsan, Sara? Oyimnikiga boraman. Bir nechta narsa olgandim, shularni olib boraman. Yigitlar olib borishsin. Sog'indim. Ko'rib ham kelaman. Hali 2 kun ham bo'lmadi-ku, Sara. Har kuni borsam nima bo'pti? Oyimni qachon yaxshi ko'rasan? O'lganidan keyinmi? Ortiqcha ta'sir ko'rsatyapsan. Senga nima bo'lyapti? Samim. Ta'sir ko'rsatganim yo'q. Ammo oyimni yoniga borgan kunlarimni sanab, endi 2 kun bo'ldi desang, shunday bo'ladi. Bo'ldi, azizam, qo'yaver. Ertalabdan kayfiyatingni tushirmay. Biror nima olib kelaymi? Yo'q, rahmat. Ko'rishguncha. Yaxshi qo'y. Xayr. Sabohat xonimdan xabar keldi, afandim. Menta ushlatdimi? Yo'q, afandim, uyiga kimdir kiribdi. Kim? Alijondan qallig'ining do'stlari. Bu advokatni qaraya. Bitta rasm topishibdi, afandim. Rasmda kim bor ekan? Kiprda olingan bir rasm ekan. Aslan. Bu advokat bilan biz ham gaplashaylik, nimalarni biladi ko'raylik. Qanday sifatda aloqaga chiqaylik, afandim? Maxfiy ish de Esat. Darrov yugurib keladi. Rahmat. Sizlar kutmanglar, yigitlar. Ketayotganimda qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, shu atrofda bo'lamiz. Salom, oyi. Dorimni oldingmi, Sara? Beli buzilay deyapti. Oldin salomlashmaysizmi? Rahmat. Yaxshi qoling, xonim. Xayr. Qulflamang, oyi, hozir chiqaman. Tentak. Qulflamasam sezib qolishadi. Onalarning eng go'zali, sizga hamma narsa olib keldim. Sen jinnisan, buvingga o'xshagan tentaksan. O'sha yering seni so'yib tashlasa kim nima deydi? Bu odam kuchli, boy, kelishgan. Yana nima kerak senga? Tushunmadim. Oyi, sevgi. Hozir kelaman. Qo'lga tushasan, ahmoq. Samuel bir umr o'ylasa ham xayoliga kelmaydi. U borib dunyoni qutqarsin.
Pastdagilar ketishmadi. Ular ketishmaydi. Oynadan boshqa qarama. Sog'inmadingmi? Judayam. Bu nima? 1969-yilda Kiprda olingan rasm. Bir fotoğraf. Aslan Akbey. Bu ayol Akbey uchun ishlagan. Asli kiprlik Sabohat Malikzoda. Melikzade. Narigisi Diğeri esa ise Mehmet Qoraxonli. Karahanlı. Bu rasmni qayerdan oldingiz? Necha kishida bor va kimlar biladi? Bir 1969-yil Girne. Buni qayerdan topding? buldun bu resmi? Yonimda ishlaydigan advokatlardan biri olib keldi. U kim? Bu avukat. Aslida juda qiziq. Po'lat Alamdarning advokati Elif Eylulning dugonasi. Eylül'ün eski ortağı. Rasmning egasi esa Elif Eylul. Nizomiddin, bu juda maxfiy rasm. Qayerdan topishibdi? Yuborishdi deyishdi. Ammo menimcha rasmdagi ayoldan olishgan. Kadından. Ismi Sabohat ekan. Sabohat? Magoslik o'qituvchi qiz. Narigi odamni tanidingizmi? Aslan. Bu rasmni nega senga olib kelishibdi? Uchinchi kishini, ya'ni sizni aniqlash uchun. Sabab? Sebep? Elif Eylulning qallig'i Alijondan avariyada o'libdi. U Aslan Akbey uchun tashqi ishlarda ishlagan ekan. Çalışan birisiymiş. Elif Eylul qallig'i aslida o'lmagan deb o'ylayapti. Ölmediğini iddia ediyor. O'tmishini surishtirib, qayerdaligini qidirayotganda yetimxonada ishlaydigan Sabohat ismli ayolga Sabahat isimli kadına va bu rasmga yetib bu boribdi. resme ulaşıyor. Qizni qallig'i bilan yetimxonani nima aloqasi bor ekan? Bu bola yetimxonadan olingan ekan. Hammasini boshidan gapir, Nizomiddin. Hozir biz Alijondan yetimxonaga Aslan Akbey tomonidan olib kelinganmi yoki yo'qmi deb to'xtab qoldik. Yetimxonaga Aslan olib kelgan deylik. Nima bo'ladi? Gapir, advokat. Agar Alini yetimxonaga Aslan amaki olib kelgan bo'lsa, Ali aslida kimning o'g'li ekanligini biladi. Biladi ham deylik. Xo'sh, nima bo'ladi? Bilmayman afandim. Rostdan ham chorasizman. Qallig'im o'lmagan, shuni bilaman. Ammo o'lmagan bo'lsa qayerda? Nega shuncha narsaga jim yuribdi? O'zi bilan bog'liq haqiqatlarni biladimi, bilmaydimi? Aslan Akbey uni qanaqa ishga jalb qilgan? Hammasi muammo. Balki rasmdan bir narsa chiqar deb Mithat Beyga bergandim. Sizga u aytdimi? Sen bularni qo'y. Alijondan o'lmaganini sen qayerdan bilasan? DNK analizi o'tkaztirdim. Bu noqonuniy ish, qizim. Rasmiy qildirganimda u yerda ham bir o'yin bo'lardi. Endi bundan keyin bo'lmaydi. Nimani tekshirtirding? Qabrdagi suyaklar bilan sochlarini solishtirdik. Sochini saqlab qo'yganmiding? Onasi saqlagan ekan afandim. Qanaqa onasi? Asrab olgan onasi, Nazifona. Ammo meni yonimda ham bor. Esatga ber. Biz ham tekshirtirib ko'ramiz, qizim. Ko'ramiz, o'lganmi, tirikmi? Men tirikligiga aminman afandim. Bu endi seni yoki meni muammoyimiz emas, davlatning muammosi. Siz menga davlat sifatida Alining haqiqiy oilasini topib bering. Men sizga hamma soch tolalarimni beraman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم Nega tasbehlarni tashlashyapti, Hikmat og'a? Bilmayman, Eren, birinchi marta ko'ryapman. Siz bilasizmi, Morata? Biz tasbehni doim o'girganmiz, sira otmasdik, o'g'lim. Nega tasbehlarni tashladinglar, Abidin? Eski odat bog'i. Avvallari bir zo'ravon o'lgan bo'lsa, u qabrga kirmasdan avval yaqinlari uning qasosini olishsa, endi boshqa narsa qolmadi deb tasbehlarni mayit bilan birga ko'mishardi. Unaqada Po'lat qal'ani ko'mibdi-da. Ko'mmaganda tashlashmasdi. Aslanbey studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Gulni umri oz bo'ladi. Başınız sağ ol. 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 Joy jannatda bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Hamdardman. Rahmat. Sabr tilayman, og'a. Rahmat.
Sabr tilayman. Rahmat. Hamdardman. Rahmat. Bular kim? Tanimayman og'a. Hamdardman Po'lat. Rahmat. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Hurmatli qoraxonlar ta'ziyasini yetkazishimni aytdi. Sog' bo'ling. Salom Ziyobey. Salom Qilich. Sabr tilayman Po'lat Alamdor. Rahmat. Bu yerga kelish sababim boradigan joylaringni ko'rsatishdir. Kirver. Eşkıyadan da beter Uslan be Halil İbrahim Uslan be Halil İbrahim Kıvırcık saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim Kıvırcık saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim biter İçimde keklik öter Dağda kızıl olsun biter İçimde keklik öter Eşkıyadan da beter Uslan be Halil İbrahim Uslan be Halil İbrahim Kıvırcık saçlarına